To'g'risini aytsam, hozirgacha $1000 yoki $1000 oshuvga kvadrat metri uchun kvartira sotayotgan odamlarni hozirgacha men tushuna olmadim. To'g'risini aytsam, azizlar, assalomu alaykum. Bugun biz Chilonzor tumani Do'mbrobod mahallasiga kelganmiz. Mana shu xonadonimizni sotuvga chiqqan. Bu hovlimizni ko'rib turganingizdek, maksimal neoklassika uslubida remont qilingan. Tashqarilari oppoq, atachensi, hattoki yeridagi plitalari ham oppoq podsvet qilingan. 3 sotixga tushgan hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Hovlisi fontanlari o'zini kichkinagina zeleniy zonalari, letniy kuxnyalari, o'zini tashqarisida ko'chani o'zidan salom alik qilib xayrlashaveradigan hojatxonalari, hamma narsasi bor. Bu yoqda hovlining o'zidan podorga kirib ketadigan zinalarimiz, hamma narsasi bor. 3 ta urindan iborat 450 kvadrat metr bu xonadonimiz. Endi aytib o'tganimdek, boshida $1000 yoki $1000 dan qimmatga kvadrat metri uchun kvartira olaman deb yurgan bo'lsangiz, men mana shu xonadonimizni sizga tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'risi, chunki kvadrat metri $1000 dan ham aylanmayapti. Xonadonimizga kirishimiz bilan shunaqa ayvonimiz, hovlimiz bizdan kutib oladi. Bu yoqda o'sha kommunikatsiyalar o'tgan, rozetkalar tashab ketilgan, televizor qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hovliga qaragan o'sha derazasi bor bitta va eshigimiz. Bu yoqda bo'lsa razdvijnoy, o'sha o'zi suriladigan eshikli kuxnyamiz. Kuxnyamizdan ham eshik bor ekan, shu hovlimizga chiqib ketsak bo'ladi. Kuxnya mebellar, texnikalar qo'yilmagan, o'zingizlarning didingizga qarab bemalol qo'yib olsanglar bo'ladi. Kuxnyamizni ham ko'rishingiz mumkin, remontlari juda ham yaxshi. Va shu xonadonimizni ro'parasida shu eshikdan kirishimiz bilan zalimizni, juda ham katta zal ko'rishingiz mumkin. Remontlari did bilan qilingan, haqiqiy neoklassika, lyustralari, patologlari, hamma narsasi chiroyli va bu yoqda eshigimiz bor, derazamiz bor. Hovlining orqa tomonida havo aylanishi uchun yarim qadam joy tashlab ketilgan. Zalimiz ham juda ham chiroyli, bejirim. Birinchi qavatda общий hojatxonamiz va spalnisini o'zida hojatxona bilan o'sha vannamizni, dushimizni отдельно ko'rishingiz mumkin. Глухой emas xonamiz. Bu yoqda yana bitta eshigimiz bor. O'sha hovlining orqa tomoni havo aylanadigan joyga chiqadigan. Hech qatimiz глухой emas. Har bitta yotoqxonamizda sanuzellari bor va ko'pchiligi shu 5 ta sanuzel bo'lsa, 4 tasi отдельно. Hojatxona bilan vannamiz отдельно. 3 ta urindan iborat aytib o'tdim. Men sizga birinchi yerto'lani ko'rsataman. Zinalariga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli, zinalari oppoq. Yerto'lamiz open space, juda ham issiq, svet yoqilmagan. Endi tejamkorlik bizning birinchi navbatdagi shiorimiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda dekorlar qilingan, ustunlarimiz juda ham issiq. Xonadon cho'pli pol o'tgan xonadondan yerlari kafel. Yerto'lamizning podsvetkalarimiz bor, zinamizda ham ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, 6 ta xona bo'ladigan bo'lsa, 5 ta sanuzel. Sanuzeldan umuman hammani shu yashaydigan oila a'zolarining hammasini o'zining shaxsiy sanuzeli bo'lishi ham mumkin. Bemalol. Ikkinchi qavatga ko'tarilayotganda bunaqa katta oynamiz bor va operatorimizni ko'rishingiz mumkin. Salom yo'llab qo'yinglar. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shu kichkinagina proxoshka desa ham bo'ladi, hol emas. Kutib oladi bizani kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bunaqa xonamiz bor. Buni endi ancha yotoqxona qilib bo'lmaydi, chunki eshikdan terrasaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Terrasani ham ko'rsatib o'tamiz videomiz davomida. Eshiklarni ham juda ham sifatli qo'yilgan. Bu yoqda master bedroom deyiladi. Shu ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'zini sanuzellari bilan dushovoy kabinka, hojatxona va garderoblari bilan. Endi bitta narsani sizlarga aytib o'taman. Juda ham udobniy qilingan xonadonimizni podsvetkalarni mana bu yerda o'chirib yoqsa ham bo'ladi. Qo'li yetadigan joyda ikkala tomonda ham bor. Xonani podsvetkalarini ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Patologdagi podsvetkalarni ham bemalol yotgan joylarda bemalol hamma narsani kontrol qilib yotsanglar bo'ladi.
Bu yoqda ikkinchi qavatdagi общий sanuzelimiz. Bu yoqda menimcha bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi buni. Kichkinaroq razmerlari. Lusturalarimiz ham juda ham chiroyli. Eshiklarimizni hali paketlari yechilmagan, Akbar Rich ko'ngil tinch deyiladi. Reklamaga pul olmaganmiz. E'tiboringiz uchun. Bu yoqda yana bitta master bedroom, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'yadigan joyimiz. O'zini derazasi bor. Glukhoy emas xonalarimiz umuman va bu yoqda ham o'zini podsvetkalari yotgan joylarda kontrol qilib yotsanglar bo'ladi hammasini. Juda ham bejirim, juda ham chiroyli. Haqiqiy neoklassikani ko'rsatib qo'yaman degizlar, mana ko'rdik. Bu yoqda mana yoforiladi, o'sha tupli polli turbalari. Endi sizlarga bemalol terrasani ko'rsatishim mumkin. Terrasamiz juda ham katta. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Hovli, mahallada hammasi hovlilar. Juda ham chiroyli, juda ham bag'atli hovlilar hammasi. Bizning hovlimizni ham ko'rganingizdek, narxi juda ham stoyt. Agarda narxini taxmin qilmagan bo'lsanglar, men sizlarga narxini aytib o'taman. 450 kvadrat metr uchun kvadrat metri $1000 dan ham aylanmaydi. Endi juda ham ko'p odam so'ragan bu hovlimizni 400 ming ham narxlashdi, 410 ming ham narxlashdi. Startoviy $440,000 so'ralyapti. Lekin pul bilan kelib bemalol bitirib ketsanglar bo'ladi ishlarni. Aytib o'tganimdek, Chilonzor tumani, Do'mbrobod mahallada Tamojniga yaqin joyda joylashgan hovlimiz 450 kvadrat metr, 3 sotuvga tushgan, 3 ta urovень, 6 ta xona, 5 ta sanuzeli bor. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, komment yozing, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Milliy Realtorni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.